Assalomu alaykum. Ushbu videoda biz bola rivojlanishining ilk tug'ilgan kundan boshlab 1 yoshgacha bo'lgan bosqichini psixomotor va logopedik nuqtai nazardan ko'rib chiqamiz. Bola hayotining birinchi yili markaziy asab tizimi eng faol rivojlanadigan davr hisoblanadi. Ana shu davrda nutqning biologik va fiziologik asoslari shakllanadi. 0-1 oylik davr. Bu davrda chaqaloqning xatti-harakatlari asosan tug'ma reflekslarga asoslangan bo'ladi. Tug'ma reflekslarga so'rish refleksi, qidirish refleksi, qamrab olish refleksi va monoreflekslar kiradi. Bu davrning logopedik jihatdan ahamiyati shundaki, so'rish va yutish reflekslari yordamida bolaning artikulyatsion apparat a'zolari, tili, labi va yumshoq tangli mushaklari faol rivojlanadi. Agar bolada emish jarayonida muammolar bo'lsa, kelajakda ham bu uning nutq muammolariga signal bo'lishi mumkin. 1-3 oylik sensomotor faollikning ortish bosqichida bolada ijtimoiy kulish holatlari kuzatiladi, gugulash paydo bo'ladi. Bola ko'zi bilan predmetlarni kuzatadi va boshini tikka tutishni boshlaydi. Qisqa muddatda tikka tutadi. Bu bosqichning logopedik jihatdan ahamiyati shundaki, gugulash bu nutqning ilk fonatsion bosqichi hisoblanadi. Bola unli tovushlarga o'xshash tovushlar chiqaradi va kattalar bilan bolaning ko'proq muloqot qilishi nutq markazlarining rivojlanishiga asos bo'ladi. Bu davrda bola tovushga reflektor javob qaytaradi va onasini ovozini ajrata boshlaydi. 3-6 oylik davrda bolada eshitish analizatorlari faol rivojlana boshlaydi, bola tovushlarni qidira boshlaydi, bolada qo'l-oyoq koordinatsiyalari yana ham takomillashadi, bola ag'dariladi va bolada baba, mama, papa deya tovushlar chiqa boshlaydi. Aynan mana shu tovushlarning chiqishi bolada artikulyatsion apparatning normada rivojlanayotganligini bildiradi. Agar quyidagi holatlar bolada rivojlanishi kuzatilmayotgan bo'lsa, demak bolada eshitish yoki nevrologik holatda muammo bo'layotgan bo'lishi mumkin. 6-9 oylikda bola o'z ismiga javob reaksiyasini bildiradi, narsalarga qo'lini cho'za boshlaydi, mustaqil emaklab, mustaqil o'tirish holatlari kuzatiladi, oddiy tushunchalarni kel, ol kabi tushunchalarni tushuna boshlaydi. Aynan mana shu davrning logopedik ahamiyati shundaki, bu davrda bola gapirmasa ham nutqni anglay boshlaydi, ya'ni bolada impressiv nutq shakllana boshlaydi. Aynan mana shuning uchun ham ota-ona farzandi bilan bu davrda ko'proq muloqot qilishi, predmetlarni nomlarini aytishi juda ham muhim hisoblanadi. 9-12 oylik bolaning ekspressiv nutq shakllanish bosqichi hisoblanadi. Bu bosqichda bola tayanchga suyanib turishi, yurishga harakat qilish holatlari kuzatiladi. Bola 8-10 ta oddiy so'zlarni tushuna boshlaydi. 1-3 ta oddiy so'zlarni aytishni boshlaydi, masalan, ona, dada kabi so'zlarni. Bu davrning logopedik ahamiyati shundaki, bolada kommunikatsiya shakllanadi, ya'ni bola imo-ishora orqali muloqot qilishni boshlaydi. Bola xayrlashishi, qo'li orqali narsalarni, buyumlarni ko'rsatishi mumkin. Bu orqali bola biz bilan kommunikatsiyaga kirishayotganini bildiradi. Bola rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar: boladagi eshitish holatining normadaligi, bolaning nevrologik rivojlanish holati normadaligi, erta stimulyatsiya, ona bilan emotsional bog'liqlik va oiladagi ichki muloqot muhiti ham muhim ahamiyatga ega. Farzandingiz bilan jonli muloqotni ko'p qilishingiz, uning ko'zlariga qarab, u bilan ko'proq kommunikatsiyaga kirishingiz bola rivojlanishiga albatta o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Farzandingizga mehr bilan aytilgan har bir so'zingiz, sabr bilan bergan har bir javobingiz, boqqan har bir samimiy nigohingiz farzandingiz kelajagidagi ravon nutqi shakllanishiga va uning mustaqil shaxs sifatida shakllanishiga albatta poydevor bo'ladi.